Buxoroda soat tradingdan $200,000 ortiq pul yechib oldingiz. Shu tradingni endi boshlagan buxorodalar bilan va hozirgi buxorodaning farqi nimada? Eng qizig'i, birinchi marta tradingni boshlagandim. Bu sohadan men pul topa olishimga umuman ishonmaganman. Meni eng katta yutuqlarimdan biri, men shuncha yildan beri trade qilib kelayotganim. Ya'ni bitta ishni tashlamasdan, boshqa sohaga o'tmasdan shu ishni qilib kelayotganim. Ya'ni bu disiplina juda ham katta ahamiyatga ega. Ikkinchisi, bu ko'proq zalga chiqqanim. Ya'ni men zalga chiqishni boshladim va hayotimda juda ham kuchli o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni menda motivatsiya, energiya hammasi to'lib ketdi va menda ketma-ket muvaffaqiyatli сделкалар, katta-katta pullarni tradingdan ishlab topdim. Va 5 yil avvalgi Muhammad Ali bilan hozirgi Muhammad Alining eng katta farqi, hozirgi Muhammad Ali bitta narsani tez bo'lib ketishiga ishonmaydi. Ya'ni u narsaga siz bir tog'ning cho'qqisiga chiqmoqchimisiz, u narsa etapma-etap, step by step bo'ladi. O'shaning uchun hozir bitta narsani tushunganman, bitta narsaga sekin-astalik bilan erishgan ancha yaxshi.